tekinga reklama xizmatim bor desam ishonmayapsizmi? Tepadagi nomerlarga tez aloqaga chiqsangiz, sotiladigan uyingiz bo'lsa, borib tekinga shaxsan o'zim reklama qilib beraman. Ishonmasangiz telefon qilib ko'ring. Hozirgi kelgan manzilim Toshkentning yonginasida mana bunaqa manzarali zo'r joy bor ekan, biz bilmay yurgan ekanmiz. 3-2 sotuvli xonadonimizni sotuvga qo'yilibdi. Toshkent tumani Damaru degan mahallada ekan. Suvni bo'yida 20 metr tepalida joylashgan. Mahallaning atmosferasi vobshe zo'r ekan, odamlari zo'r. G'ujum joy. Yangi uylar tushgan, asfalt ko'chalar, mana bunaqa dachaga ham borib yurish shart emas. Zo'r joy ekan. Uy ichini bitta obzor qilib beraman. Yuring, ko'rsataman. Mana shu ko'rgan ko'changizda suv bor. 20 metrdan keyin mahalla orasida yuring. Qo'ni qo'shnilar bor. Ahil mahalla, uyni ham ko'rsataman, keling. Asfalt ko'cha, kommunikatsiya yetib kelgan, gaz, suv, svet, umuman muammo yo'q. Mana kiraverishimiz mana shu uyimiz. Fasadi keng, yer hisobida biz tashlab qursangiz ham bo'ladi. Garajlari ham bor ekan. Temir darvoza qo'yib qo'yishdi. Stashkalar qilib qo'yilgan, mashinangiz bemalol kiradi, sig'adi. Xo'p, uy ichini yaxshilab tanishtirib o'taman. Men skuterlar bilan bemalol Gentra bilan poyga o'ynayman dotni uyga keladi. Gazni bosib so'rar ekanlar. Uyimiz sal teparoq qurilgan ekan. Chiqib urishingizda o'ng qo'lingizda mana kalavati, ikkita xonasi, oshxonasi, atapleniylargacha qilib qo'yilgan ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, uyda yashab turib, mana bu yoqlarga qurib olaman deydiganlar uchun ham yaxshi variant. O'zi yer hisobida xohlasangiz bizib tashlab uy qursangiz ham bo'lar ekan. Narxini sotugiga $15,000 so'rayaptilar. Egalari so'rayveradi. Pastda nomer qoldiraman, telefon qilib savdolashib, baraka qilsangiz bo'ladi. Toshkent tumani Damaru degan joydan 500 metr kirib kelganingizda. Shaharga yaqin joy, betonkalarga yaqin joylar. Uy hujjatlari joyida. Hop, uyimizni 3-2 sotuvli, o'zi aslida 3,5 ekan, zahvati bor ekan. Har doim men orqali yo boshqa bloger orqali reklamada orqali kelsangiz, uyni hujjatini tekshirib olish esingizdan chiqmasin. Reklama xizmati kerak bo'lsa, tepadagi nomerga aloqaga chiqasiz. Bu videoni yaqinlarga, uy qidirib yurgan tanishlarga jo'natib, podelitsiya qilib, Baxtli uylarim kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.